Assalomu alaykum millat. Turkiya haqidagi bu ma'lumotlarni juda ham ko'pchilik noto'g'ri biladi. Turkiyaning poytaxti Istanbul, Turkiyaning poytaxti Ankara. Turkiya faqat turizm va tekstil mamlakat. Turkiyada qishloq xo'jaligi, og'ir sanoat va texnologiya sohalari ham rivojlangan. Turk oshxonasi faqatgina kebabdan iborat. Turk oshxonasi juda ham boy. Yuzlab turdagi sho'rvalar, shirinliklar va xamirli taomlar mavjud. Turkiyada faqat turklar yashaydi. Turkiya ko'p madaniyatli mamlakat. Turli millat va e'tiqodga mansub odamlar birga yashaydi. Turkiyada faqatgina choy ichiladi. Turk qahvasi ham ko'p iste'mol qilinadi va turk qahvasi UNESCO merosi sifatida tan olingan. Turkiya faqatgina yozda dam oladigan joylari bilan mashhur. Turkiyada qishki turizm ham rivojlangan va o'nlab chang'i kurortlari mavjud. Turkiyada faqatgina turk tilida gaplashiladi. Rasmiy til turkcha, lekin kurdcha, lazcha, gruzincha tillar ham ishlatiladi. Hamma fe'lga yorum qo'shimchasini qo'shib, ozgina aksentimizni to'g'rilasak, bu turk tili bo'ladi. Ha, qaysidir gaplar tushunarli bo'ladi, lekin bu turkcha bo'lmaydi. Bu ma'lumotlarni saqlab qo'ying.